Bugun shu pechenigimni tayyorlab, arab o'qituvchimga olib bordim. Shunaqangi xursand bo'lib ketdiki, qo'ya olasizlar. Xullas, idishimizga elangan un, sariyog' solib, yaxshilab uqalab olamiz. Ketidan razrixli tilda ham solib, aralashtirib olamiz. Smetana, bitta tuxum sarig'i, shakar, vanilin shakari solib, qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Qorib olgan xamirlarimizni 10 minut tindirishga jo'natamiz. Tinib olgan xamirlarimizni 12 bo'lakka bo'lib, yana 10 minut dam oldirishga jo'natamiz. Bu arada nachinkasini tayyorlab olamiz. Maydalangan yong'oq, shakar, vanilin solib yaxshilab aralashtiramiz. Tingan xamirlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandaqa qilib yoyib, o'rtasiga nachinka solib, xuddi shu ko'rinishda tugib olamiz. Endi esa shu joyga yaxshilab e'tibor beramiz. Xamirlarimizni to'rga bo'lib, xuddi shu ko'rinishda pinsep yordamida uzorlar berishni boshlaymiz. Maqtanish emas, qizlar, men pechenidan boshqa narsa tayyorlashni bilmayman. Tayyorlaganimda ham naq opa-dadasini tayyorlayman. Xullas qizlar, bu pecheniyda ham uzorini o'zim o'ylab topganman. Qaranglar, qanaqangi chiroyli bo'lib chiqdi. Tayyor bo'lgan pechenilarimizni listga joylab pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan so'ng ustiga xolasanglar shakar upasi, xolasanglar sirop surtib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'lishni unutmang.